Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 12 yanvar kuni Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti bilan Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qism kishilik huquq tashkilotlari tomonidan birlikda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlari va qiyin qistoqlari degan temadagi xalqaro muhokama yig'ini g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan. Shu kuni Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili o'miki buningga qarshi Xinjiangni qalaymaqon qilishga, Jongoni qoralashga uringan har qanday odam mag'lubiyatga mahkum degan mavzuda maxsus bayonot e'lon qilib, asosliq tig' uchini yana Uyg'ur sud kollegiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiga qaratgan edi. Oldingi kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining mudiri doktor Olim Seyitov apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan nazar programmasiga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu qitimqi yig'inga nihoyatda ko'p yuqori darajalik arboblarning qatnashganligining Xitoy hukumatini qattiq aloqasida qilganligini ta'kidlab mundaq dedi. Bununla 20 neçe devletten toplam 150'ye yakın parlament adamları katlaştı. Bununla işin kızıkarlılık tarafı mesela normalde Uygur sotuğu olsun veya ki Uygur erkek kırgınçılık meselesi de hazırlıkça garip devletlerindeki parlamentleri veya parlament azaları siyasetçiler çok kızıkıp bu mesele köngül bulup gelgen. Ama bu kadın kıcığında mesela Cenubi Afrika. Okşaydıgan bir kısım Afrika devletlerinin, Latin Amerika devletlerinin, Asya devletlerinin, Vietnam'ın deyimiz, mesela anın deyin ki Malaysia'nın deyimiz, muşnun okşaydıgan Yeni Zellandiya, Avustralya, Amerika, yani dünyanın bütün 5 kıtasının her kaysi caylardaki siyasetçiler, parlament azaları, hatta yalnız siyasi parlament azaları emez, bir kısım hükümet xadimleri ve Birleşken Devletler Teşkilatı'daki emeldarlarımı bununla katlaştı. Bundan burunki bu Uygur sotununki hakiki müzakirler işgilleri olsun, onun okşamaydıgan bir kızıkış noktası oldu bu. Xalqaro kechirim tashkiloti 14 yanvar bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikning Beijing qishliq olimpikidan foydalanib Xitoydan kishilik huquqni yaxshilashini talab qilishga, Xitoyning tantarbiya orqali jinoiy qilmishini oqlashiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Bayonotda 4 fevral boshlanadigan Beijing qishliq olimpikining bu davlatda sonsizlagan kishilik huquq dafsandachiligi yuz berayotgan bir ahvolda o'tkaziladiganligi, dunyoning bu fursatdan foydalanib Xitoyga besim ishlatishi kerakligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan bir vaqtda o'tkaziladigan bu olimpik ba'zi g'arb parlamentlari, hukumatlari va kishilik huquq tashkilotlarining qarshiligiga uchragan. Ular qishliq olimpikni boshqa davlatga yutkash yoki kechiktirishni talab qilgan. Ba'zi hukumatlar diplomatik boykot e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq Xalqaro Olimpik komiteti bu talablarni rad qilgan edi. Xalqaro kechirim tashkilotining aytishicha Xalqaro Olimpik komiteti tanharkatchilarning huquqini qo'g'dashi kerak ekan. Bayonotda mazkur tashkilotning Xitoy ishlari tadqiqotchisi Alkan Akat Beijing Olimpik musobaqasining unutulg'usiz tanharkat o'yini bo'ladiganligiga va'da berildi. Ammo kuzatayotgan dunyo Xitoyning boshqa joylarida yuz bergan ishlarni qasddan nazardan saqit qilinmaydi. Advokatlar va faoliyatchilar o'zlarining tinch harakati sababli turmaga tashlandi. Jinsiy tajovuzlikqa uchraganlar so'z qilganligi uchun jazolandi. Har yili minglagan kishiga o'lim jazosi ijro qilinganligi hisoblanmoqda. Musulmon millatlar sistemlik keng ko'lamda tutqunga, qiyin qistoq va jazolashga uchirmoqda degan. Uning aytishicha olimpik diqqatni Xitoyning qo'rqinchli kishilik huquq xotirasidan boshqa yoqqa borishga ishlatilmasligi kerak ekan. 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki yaqinlashayotgan bir paytda Yaponiya Uyg'ur jamiyati 15 yanvar kuni Tokioda mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini asosiy tema qilgan cho'ng tipdagi muhokama yig'ini o'tkazib, Yaponiyadagi har qaysi sohalarni Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga tegishli inkos qaytarishga va Yaponiya shirkatlarini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzimiga sherik bo'lmaslikka chaqirdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukarim Abdurahmon apandimning ichilish nutqi bilan boshlangan bu qitimqi muhokama yig'iniga Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining bosh kotibi Miso Bayashi Hiromi, Yaponiya parlamenti kishilik huquq birlik guruhining bosh kotibi Saito Ken qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan parlament a'zolari va Yaponiyaning har qaysi sohalariga mansub tonilgan zotlardan bo'lib 300 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Bu qitimqi yig'inda nuqtali qoldi Yaponiyada tonilgan va ta'siri kuchli bo'lgan Uyg'urshunos jurnalist Sakura Yoshiko xonim maxsus Uyg'urlar masalasi haqida doktorat berishga taklif qilindi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulm va besim siyosati fosh qilingan ko'plagan asarlarni ro'yobga chiqarish orqali Yaponiyada zo'r ta'sir qo'zg'agan jurnalist Sakura Yoshiko xonim
Faşist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan turli jinoiy qilmishlarni dalil isbotlar orqali bayon qilganda hayajondan ko'z yoshlarini tutolmadi. Sakura Yoshiko xonim dokladida navbatda xalqaroda ta'kidlanayotgan Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi masalasining faqatla Uyg'urlarga oid bir masala bo'lib qolmasdan, buning demokratiya va kishilik huquqni yoqalaydigan butun insoniyat dunyosi bilan demokratiyaning dushmani hisoblangan kommunizm o'ttirsidagi bir kaskin kurash ekanligini. İnsaniyat dünyasida kuchli bir demokratik sistemini barpo qilish va Uyg'urlar duchor bo'layotgan erkiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Yaponiya davlatining va xalqining bu kurashga aktivlik bilan ishtirok qilishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu qitimqi muhokama yig'ini Yaponiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shu kunili Yaponiyaning tonilgan matbuotlaridan Sanki xabari qatorliq matbuotlar yig'in haqida maxsus xabar va analizlarni e'lon qildi. Yaqinqi mezgillardan buyon Abdukarim Abdurahmon apandimning riyosatchiligidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiya miqyosidagi faoliyatlarini va Xitoyga qarshi norozilik harakatlarini uzluksiz zo'raytib kelmoqda. 14 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raisi, ya'ni Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va James McGovern bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Ilhom To'xtini qo'yib berishga chaqirdi. Bayonotda mundaq deyilgan: Biz Xitoy amaldorlarini Ilhom To'xtini turmadan qo'yib berishga va ularning Xinjiangdagi osonliq millatlarni xohlagancha keng ko'lamda tutib turish va bostirish harakatini oxirlashtirishga chaqiramiz. Bayonot yana Ilhom To'xti qatorliq Uyg'ur ziyolilarining adolatsizlarcha turmalarga tashlanishi va rayonda davomlashayotgan lagerlarga qamash harakati ayblangan. Bayonotda bu vaqtda mundaq deyilgan: Ilhom To'xtining tutib turilishi va boshda tilga ilingan turmaga tashlash harakati Ikkinchi Dunyo urushidan buyangi osonliq millat va diniy osonliqlarning keng ko'lamlik lagerlarga tashlanishi bo'lib hisoblanadi. Ilhom To'xtining birdan-bir jinoyati bo'lsa, hokimiyatga qarshi haqiqatni so'zlaganligi va ezilgan xalqning kishilik huquqlarini tashabbus qilganligi. Bu sababdan doirlar uni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Xitoyning Beijing Markaziy Millatlar Universitetining iqtisod fanlari dotsenti Ilhom To'xti Xitoy hukumatining asorati ostidagi Uyg'urlar uchrayotgan barobarsizlikni dunyoga anglatib, Uyg'urlarning qonuniy haqlarini oshkora talab qilganligi uchun Xitoyda tutqun qilinib turmaga tashlangan va xalqaroda tunilgan Uyg'ur ziyolisidir. Ilhom To'xti 2014 yili 15 yanvar kuni Beijingdagi uydan tutqun qilinib, shu yil 9 oyning 22 kuni uning milliy qudratqullik va davlatni parishlash jinoyati ortilib, Urumchida muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ilhom To'xti tutqun qilingan 8 yildan buyon xalqaroda Ilhom To'xtini qo'yib berish harakatlari uzluksiz davomlashmoqda. 2014 yildan buyon Ilhom To'xtiga xalqarodagi nopuzliq kishilik huquq mukofotlaridan 2014 yili Barbara Goldsmith erkinlik va yezish mukofoti, 2016 yili Martin Annals kishilik huquq mukofoti, 2019 yili Vaslav Havel kishilik huquq mukofoti, 2019 yili Sakharov erkinlik mukofoti qatorliq 10 dan ortiq mukofot berilgan. U yana Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan edi. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, 15 yanvar kunidan e'tiboran Shvetsiyaning poytaxti Stokholm shahridagi Sergels torg maydonida 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish namoyishini boshladi. Har hafta bir qitim o'tkaziladigan bu qitimqi namoyish 2022 yili Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4-fevralgacha ayni maydonda izchil davom qiladi. 15 yanvar kuni qattiq sovuqqa qaramay Sergels torg maydonida to'plangan fidokor namoyishchilarimiz Shvetsiya hukumatidan 2022 yillik Beijing erkiy qirg'inchilik olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish bilan birga, Xalqaro olimpik komitetining dunyo jamoatchiligining shuncha kuchli noroziligiga qaramasdan Xitoydagi diktator, mustabid, fashist bir davlatda olimpik yig'ini o'tkazish qaroridan voz kechmaganligini qattiq aybladi va 2022 yillik qishliq olimpik yig'inining Uyg'urlarga qarta rahimsizlarcha erkiy qirg'inchilik yurgizayotgan Tibet, Mongol va Hong Kong xalqlariga qarta zulm va besim siyosatini yo'l qo'yayotgan Xitoydagi bir davlatda o'tkazilishining butkul insoniyat dunyosi uchun ig'ir haqorat va o'rnimiz ekanligini ta'kidlashdi. Bu qitimqi namoyishga riyosatchilik qilgan va namoyishning qonuniy ruxsatini olgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining muavin mudiri, qurultayning Shvetsiya vakili, barum san'atkorimiz va fidokor inqilobchimiz Kurash Ko'san apandimning xonimi Baxtunnur Abdurahim namoyish maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Biz Shvetsiyadagi butkul Uyg'ur jamoati, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi, Shvetsiya Uyg'ur komiteti, barliq jamoatchilik, Shvetsiya poytaxti Stokholmda Xitoy olimpikini boykotlash to'g'risida bir necha qatorliq namoyish planladik. Ya'ni bugun
Birinci ayının 15. günü şembe bir qatımlıq namayişimiz muvaffaqiyatli bo'lib o'tdi. Biz yana barliq aziz vatandaşlarımızı, fidokorlarimizni birinci ayınınki 22. çisla şenbe, birinci ayının 29. çisla şenbe, saat 11'den 12'ye kadar Sergil Toriyet'te ötküzülüdüğün Xitay Olimpiki karşı namayişqa seferber qılımız ve çakırımız. Mertli meydanda sınadaydı halkımız, aziz halkımızı, aziz vatandaşlarımızı namayış meydanında billa sabdaş buluşqa çakırımız. Köpçülüğü məlumluq. Xitay qışlıq olimpik ötküzüşü faqatla 20 neçə günlük qaldı. Bütün dünyadakı nurgun dövlətlər və 200'den artıq ammavi təşkilatlar Xitay qışlıq olimpikini boykot qilish namayişlərini izchil to'xtamasdan təşkillab Xitay zalimlərə öşmənlik narazılığını ifadələyotidu. Biz Şivsiyadakı barlıq əlvətənsuyer fidakar qarindaşlarni bu səbtdə təng turishqa müracaat qilamiz. Həmmanglarni namayış meydanıga kelishga chaqiramiz. Ey vatanning fidokorlari, Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan o'shmanlik va nafratimizni namoyish orqali texmi kuchlik bildiraylik. Achchig'imizni texmi o'tkir ifoda qilaylik. Hammaylar bir safda bo'laylik azizlar. Bir-birimizga hurmat, ehtirom, o'mlik ichida biz qarshiligimizni Xitoy tajovuz dushmanga bildiraylik. Ey muhtaram dindoshlarım, tildoshlarım, sirdoshlarım, millatdosh vatandoshlarım, hammanglar o'rnimizdan dast turaylik. Ovozsizlarning ovozi bo'laylik. Bar fursat va imkonlardan to'liq foydalanaylik. Yo'llarga, ko'chalarga to'kilaylik. Maydonlarga, parlament binolari oldiga berib yig'laylik. Dard ta'sirimizni, vatanimizda qonliq irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini dunyo ahliga to'xtamay anglitaylik. Egilmas, sunmas hurlik irodamizni namoyish orqali namoyon qilaylik. Mertni meydanda sınaylik ve namoyish meydanda ko'rishaylik azizlar. Namoyish o'rni Sergil Toriyet, namoyish vaqtini boya aytganimizdek, birinchi ayning 22 günü shanba, birinchi ayning 29 günü shanba saat 11'den 12'ye kadar bir saatdan vaqt. Andan yana biz ikkinchi ayning 1, 2, 3, 4 kunlarda Xitay olimpikini boykot qilish va o'zimizning milliy irodasi, qarshilik irodamizni bildirishga yana soat 13dan 14gacha tushdan keyingi vaqtni aldık. O'rni yana Sergil Toriyetda bo'ladi. Hammamizning esida bo'lishi aniq 25 yil burun vatanimizning G'ulji shahrida Xitoy tajovuzchilari qonliq qirg'inchilik elib borgan G'ulji yoshlari, adolatparvar G'ulji yoshlarini tutqun qilgan va qirgan. Bu G'ulji qirg'inchiligi unutilmasin, dunyo unutmasin, biz unutuldirmaylik. O'zimizning amaliy harakati orqali bu qonliq voqeani dunyoga yana bir qatim anglataylik va aslataylik. Biz hammamiz inoq birlikda sap tuzab Xitoy tajovuzchilariga namoyish orqali nafratimizni bildiraylik azizlar. Rahmat. Dünya Uyghur Qurultayı 13 yanvar maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish hamda G'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirdi. Chaqiriqnomada aynan mundaq deyilgan: Dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, ko'plagan demokratik ellarning o'xshamagan shaklda boykot qilishiga, shundaqla xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelgan 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki 4 fevral kuni boshlanish oldida turmoqda. Yana bir tarafdan Beijing qishliq olimpikining 2-kuni bo'lsa 1997-yili yuz bergan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 25-yillik xotira kunidan iborat.
Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan butun tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpika boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish hamda G'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqiradi. Aziz qayrindoshlar, chet ellardagi har qaysi tashkilotlarimizning, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizning va jasur xalqimizning 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon dunyo miqyosida 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish maqsadida tinimsiz elib berayotgan norozilik harakatlari natijasida bugun Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish harakati xalqaro zo'r bir harakatga aylandi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Beijing qishliq olimpiki birga talaffuz qilinadigan holga keldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Tibet va boshqa kishilik huquq tashkilotlari tomonidan bundan 2 yil burun qurib chiqilgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish ittifoqiga qatnashgan xalqaro tashkilotlarning soni uzluksiz ko'payib, bugun 200 dan eshib ketdi. Beijing qishliq olimpikini dunyo miqyosida boyqut qilish harakati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining xalqaroda texmi yuqori pallaga ko'tarilishiga vasila bo'ldi. 4 fevral Beijingda boshlanadigan qishliq olimpik musobaqasini umumyuzlik yoki diplomatik boyqut qilish masalasi bugun kishilik huquq, demokratiya ham g'arb qimmat qarishi nuqtasidan g'arb davlatlari duch kelayotgan og'ir sinoqlarning biriga aylandi. Hozirga qadar Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Litva, Belgiya, Avstriya qatorliq bir qism davlatlar 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilgan yoki turli sabablar bilan bu musobaqaga davlat rahbarlarini qatnashtirmaydiganligini e'lon qildi. Dunyoga tonilgan chatallik ba'zi haqiqatparvar tanharakatchilarmi mardonlik bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblashga boshladi. Mana bu natijalar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning issiq sovuqqa, yerish charchashga qaramay 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon uzluksiz elib berayotgan norozilik harakatlarining bevosita mas'ulidan iborat. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan har qaysi tashkilotlarimizga va fidokor jasur xalqimizga alohida minnatdorligimizni va hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Aziz qayrindoshlar, Gerçi 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchli bir xalqaro besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski Xalqaro Olimpik Komiteti olimpikning ruhiga xilof holda 2022-yillik qishliq olimpik yig'inini Xitoydek zolim, diktator va fashist bir davlatda o'tkazish qaroridan aslo voz kechgani yo'q. Yana nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ichida qolgan bir vaziyatda turmoqda. 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaga sponsor bo'lgan ko'plagan xalqaro shirkatlar va donliq markalarmi Xitoydan oladigan foyda manfaatlardan mehrini uzalligini yo'q. Shuning uchun har qaysi tashkilotlarimizdan, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan va jasur xalqimizdan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4 fevral kuni yana bir qitim zo'r g'ayratga kelib, o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamli norozilik harakatlarini elib berish orqali Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilish harakatini yuqori pallaga ko'tarishga chaqiramiz. Aziz qayrindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lganidek mustabid Xitoy hokimiyatining G'ulji yoshlari orasida futbol musobaqalarining o'tkazilishini, mashrab o'tkazishi va G'ulji xalqining an'anaviy tanharakat faoliyatlari bilan shug'ullanishini qattiq ma'ni qilishi 1997-yildagi 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining maydoniga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillardan biri edi. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaroning kuchli diqqatini jalb qilish maqsadida 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash faoliyatlarini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4 fevral kuni dunyo miqyosida bir tutash holda elib beriladigan norozilik faoliyatlari bilan o'xshash kunda elib berishni qaror qildi. Her qaysi tashkilotlarimizni va muhojiratdagi qarindoshlarimizni mazkur chaqiriqimizga qizg'inlik bilan ovoz qo'shib, 4 fevraldagi norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishga va bu orqali o'zlarining milliy, vijdoniy burchini ado qilishga dalolat qilamiz. Korona vabosi sababidan namoyish o'tkazish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni axborot va bayonot e'lon qilish, munosabatli organlarga norozilik maktublarini yo'llash, tor muhokama yig'inlarini uyushtirish qatorliq shakllar bilan 4 fevraldagi norozilik harakatiga ovoz qo'shishga chaqiramiz. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Hurmat ko'rmanlar. Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik.
Keyin qitimliq programmamizda görüşeyli. Görüşçe amman boğaysılar. Xeyr xoş.